Assalomu alaykum, hurmatli azalarchilar. Mana bugun biz Chelibek shahrini atrofida e, bola ari, ya'ni atvotka qo'ygan arizordamiz. Bu arizorda shu onalar urug'landimi yo'qmi tekshiryapmiz. Bugungi chislo 24-iyun. Bu davrga kelganda nima uchun bu atvotka olinadi, nima uchun atvotka qilinadi degan masala turadi. Shunga asosan arilar oilalari bahorda rivojlanganda aktiv rivojlanib boradidag'in o'sha yili onalar, eski onalar juda ham ko'p urug' qo'yib, erkak urug' qo'yib, ular ko'ch ko'chirish, ro'y holatga chiqish uchun harakat qiladi. Ya'ni tabiiy kuchi ko'payishi uchun. Asalarichilar ko'pincha buni e'tiborga olmaydidag'in ularni ro'yga qarshi отводкалар oladi. Ichidan urug'li romlarni olib tashlaydi va shunday qilib nimani ro'yga chiqarmaslikka harakat qilinadi. Bu to'g'ri masala. Lekin o'sha bular qo'yib turgan urug'larga e'tibor berish kerak. Ona ari qo'yib turgan. Agarda ona arilar juda aktiv erkak urug'larni qo'yib turgan bo'lsa, bular ya'ni bir yil yozi bilan shu men chidayman, ko'payaman, ajratib chiqaraman o'zimdan oilani degan xulosaga kelib chiqadi. Lekin shu eski onalar shu yilda kuzigacha yaxshi ishlaydi. Lekin qishdan ularda chiqishi, qishdan juda kuchsiz bo'lib chiqishi, keyingi yilga yetarlicha oila bo'lmasligi ehtimoli ko'payib ketadi. Shuning uchun nima qilinadi? Biz arizorlarimizda o'sha may oyini oxirlarida 3 ramka, 4 ramka, 2 ramkali bola arilar, atvodkalar ajratamiz. Bola arilar ajratganimizdan keyin bu bola arilarni shu iyunda 20-25larida ular urug'landimi yo'qmi hammasini tekshiramiz. Tekshirib urug'langan romlar bo'lsa, o'sha davrga kelib bizni mana shu British-Kolumbiya provinsiyasidagi arilarda kuchsizlanib ketgan oilalar juda ko'p bo'ladi. Ya'ni o'sha ro'y holatga baribir chiqaman degan arilar o'sha yozni o'rtalaridan keyin urug' qo'yishni pasaytira boshlaydi. Ular yaramaydi. Shularga keyingi yilda ham o'ylab turib, mana bu urug'langan atvodkalarimizni olib borib o'sha oilalarni aniqlab, aksariyat bular 30-35% oilalar tashkil qilib qoladi. O'shalarni ustiga onasini o'ltirib, ya bo'lmasa o'ltirmasa ham ustiga o'sha oilani ustiga gazeta qo'yib, mana bu hosil qilingan ya'ni bola arilarimiz, atvodkalarimizni qo'yib beramiz. Qo'yib berganimizda ham u oiladagi arilar soni ko'payadi, asal yig'ishi ko'payadi. Ham undan tashqari keyingi yilda zaminini qilgan bo'lamiz biz. Ya'ni bahorga yangi yaxshi onali oilalar hosil qilgan bo'lamiz. O'shaning uchun o'sha arichilar, asalarilar biologiyasini o'rganganda yaxshi e'tibor berish kerak. Asalarilar o'zidan ro'y chiqarib, ya'ni ko'ch ko'chirib ko'payishdan oldin ular erkak arilar ko'p erkak ari urug'larni ko'p qo'ya boshlaydi. Ya'ni
o'sha erkagari birinchi navbatda kerakligini eslatadi bular. Shuning uchun shunga e'tibor berish kerak. Asalarilar o'zi yaxshi ishlashdagi birinchi yil va bir yildan 1,5 yilgacha bo'lgan davrda juda yaxshi ishlaydi aksariyat onalar. Undan keyin ular fiziologik qarra boryapti bilintiradi va keyingi yilga bahoriga u eski onalarni aksariyat qismi kuchsizlanib ketadi. Shularni oldini olish maqsadida shu отводкаlar chiqarib, shu отводкаlarni shu asal sezoni kelishidan oldin o'sha ro'y chiqaraman degan oilalarga qo'shib berilsa, onasini yangilab oladi va asalaridan mo'l hosil olinadi. Mana hozirgi biz turgan joyimiz Chelivek shahrini atrofi, mana ko'chalar ham bo'ladi. Mana bu tog'lar, ko'ryapsizlar, butun yopiq o'rmon bilan joylashgan. Mana bu yerda nima yejevnik deydi ruschasiga, o'zbekchasiga, ya'ni qora malina desa ham bo'ladi. Buni ko'proq maymunjonni yovvoyisi deyishadi. Bu yerda blackberry deydi. Blackberrylar juda gullagan, undan juda yaxshi asal oladi, juda yaxshi nima gulchan keladi. Ammo bu tomonimizda mana bu yerda guliberi deydi. Guliberi degani ko'k beri degan ma'no bo'ladi. O'sha smaragdlarning bir turi, mana shu yerdan juda ko'p bog'lar bor. Shularni changlatishga qo'yiladi va shulardan ular yaxshi daromad qiladi, hosil oladi. Bu mana shu British Columbia provinsiyasida asosiy bog'lardan birini tashkil etadi va jahonda ham shu bu blackberrylar, blueberrylar eng ko'p mana shu yerga insonlar uchun juda kerakli. Mana bu hozir отводкani ochamiz. Mana bu yerda o'g'illar nima qildi? Mana bu nimamizdan mana ko'ryapmiz. 5 romkali отводка qilgan. Mana belgisi, mana bu отводкani yoniga tilcha tortvorgan. Demak, bunda ona borlig'ini urib qo'yib turganini belgisi bu. Mana bu o'sha отводка qilinganda qo'yib bergan nimasi? Matishnik, ya'ni onadan. Mana onajon g'ilofi bilan qo'yilgan. Mana ko'ryapmiz, mana ona yaxshi chiqqan bundan. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Ramka tarashni bering. Endi buni sekin-asta tekshiramiz. Tekshirishda ona erini topish shart emas. Ona erini topmasdan biz bir kunlik urug' ya bo'lmasam qurtchali urug'lar borligini ko'rib qo'ysak ham bo'ldi. Bunga ishonch zarur. Bitta ishonchimiz mana bu yazik tortgani. Mana gulchan juda yaxshi olib kelgan bular. Arilar tinch holatda ishlayapti. Juda yaxshi yazikni ham tortib qo'ygan. Endi boshqa ranglarni olib ko'ramiz. Biz bir kunlik urug'larda, ya'ni nasllarni ko'rib qo'yishimiz shart. Ishonch hosil bo'ladi shundan. Va mana yaqinroq olib keling. Mana buni ichida mana nasllarni ko'rib turgan bo'lsalar, ko'rinyaptimi qurtchalar? Mana qurtchalar. Katta qiling. Buni nasllar.
juda ko'p qo'yilgan. Demak, bu nimamiz atayotganimiz urug'lanib kelgan va yaxshi urug' qo'yyapti. Endi buni onasini oqtaryapmasdan shunday tushirib qo'yaveramiz. Tushirib bu qopqog'ini bekitib, qopqog'iga belgi qo'yib qo'yamiz. Ya'ni urug'langanini bildirib o'tadi. Mana belgi qo'yib qo'ydi. Demak, urug'langanini bildiradi. Asosan bu atvodkalarda 100% urug'lantirib, 100% nima qilish uchun asalarchini udabironligiga bog'liq. Asalarchi atvodka qilishidan oldin 6 kun burun ochiq urug'li, bek urug'li romlarda etajni ustiga ikkinchi qavatiga chiqarib, orasiga birinchi qavatga nimalarni onani qo'yib tayyorlab qo'ysa, 7-kuni o'shandan atvodka qilsa, uni ichidagi urug'lar 4 kunlik undan oshiq qulchalar bo'ladi. Ulardan arilar ona tortmaydi. Onadan qo'yilsa 100% o'shandan natijalarga erishadi. Ko'p arishidan keyin o'sha atvodkani, ya'ni bola arini qilgandan keyin o'sha arizordan bir 15-20 metr nariga qo'yib qo'ysa, uchib chiqib yuruvchi katta yosh arilari o'zini uylariga ketadi. Yosh arilar unda qoladi. Yosh arilar yetarli bo'lishi uchun 1 ramka, ba'zida 2 ramka o'sha arilarni ham uning ichiga silkib beriladi. Shunday qilib tayyorlansa, arichi o'sha kamida 95-100% natijalarga erishadi. Ba'zi arichilar ba'zi hollarda shunday xatolar qiladiki, o'sha bola arini ajratgandan keyin yoshi katta arisi bilan arizorni o'ziga qo'ymasdan boshqa yoqqa olib ketib qolishadi. Boshqa yoqqa olib ketib qoladidan, o'sha boshqa yoqqa borganda uning ichida yosh arilar bilan birga yoshi katta arilar bo'ladi. Unga onadanlar, matishniklar berganda undagi natijalar asosan 50-60% tashkil qiladi xolos. Ya'ni yoshi katta arilar o'zini uyiga uchib ketolmasdan o'sha oilada qoladagi qo'ygan onadandagi matishlari ko'pincha qirq boradi. Shunga yaxshi e'tibor berish kerak. Asarlarda atvodka qilganda, ya'ni bola ari ajratganda asosan ichida yosh arilar bo'lishi kerak va ochiq urug'li nasllar 4 kundan oshiq kattalikdagi qutcha holatda bo'lishi kerak. 4 kun, 3 kundan oshiq bo'lishi kerak. 4 kundan oshiq katta bo'lsa, ulardan onasi. Shunda oilalar 100% qabul qiladi. O'sha matishniklarda 100% natijalarga erishadi. Bugungi videomiz asosan shulardan iborat edi. Sizlarga shular haqida ma'lumot bermoqchi edim. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.